Assalomu alaykum ahli Buxoro. Mana Ro'zsan darvozalarni o'rnatib berdik. Ikkita kottejga bir kunda 0 dan sabrat qilib polni o'rnatib berdik. Qarasam ishlayapti. Ro'zsanning stenkasi qalindan yaxshisini o'rnatib berdik. Motorlarda datchiklari ham bor. Kimga shunaqa sifatli avtomatikalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Ishlarni sifatli qilib bitirib beramiz. Datchikni ham ishlashini ko'rsatib beraman. Sağlam o'g'irlik misasi tepaga ko'tariladi.